Assalomu alaykum. Hammalarga tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi? YouTube'dagi birinchi videoyim mani. YouTube'dagi birinchi videoyim o'zim 10 yildan beri kompyuter yonida o'tiraman. Yoshim 30 da, ismim Abdulaziz. Abistage degan YouTube kanal ochganman. Videolarni test qilib ko'rmoqchiman. Hozir o'zim bilgan narsalarni o'rgatishni boshlayman sizlarga. Hozir mana ko'rib turibsizlar, Yandex.Go'ga marketplace'ga tovar qo'yish, ya'ni ish boshlash. Birinchisi shartnoma to'lovlar muddati. Shartnoma imzolanadi, ism, familiya, otasini ismi, YTT kirgizganingizdan keyin sizni penefelingiz bo'yicha Didoxizga shartnoma yuboradi. Tovarlarni yuklash, ombor ish modelini tanlash. Siz qaysi ombor tanlamoqchisiz? Qanaqa modelda ishlashni xohlaysiz? FBO yoki FBS? O'shanga qarab tanlaysiz, sozlaysiz nastroykalarni. Keyin ator tushunmaysizlar, men birinchi videoda ozgina gapim to'xtab qolman. Tovar yuklash dan boshlaymiz. Birinchisi tovar yuklash, barchasini ko'rish. Bu yerda tovar atir qo'yganman, bitta dona. Tovarlarni yuklash kiramiz. Qo'lda Excel andozasi API Market. Qo'llarni bosib bu yerga yozamiz. Hozir nima tovar sotmoqchisizlar? Sizlarda Yandexda siz qo'lingizda turgan narxida konkurent qila oladigan bozorda yoki siz sexmisiz, ishlab chiqaruvchimisiz, sizni tovaringizni sotayotgan bo'lsa, shu narsani hozir ko'rib chiqamiz. Masalan, nima? Veshelka. Veshelka qo'ysiz bo'ladi. Veshelka qo'ysiz bo'ladi. Mana veshelka sotishyapti, ko'ryapsiz. Bu tovarni birinchi kirib ko'raverasiz. Analiz 21500 so'm. Shu Daily Needs uz saytida, sayt emas, magazinida, Yandex ichidagi, Yandex Marketplace platformasini ichidagi Daily Needs uz magazinida veshelka sotishyapti. Agar siz ham mana shu veshelkani sotmoqchi bo'lsangiz, imminni shunaqa rangi bo'ladigan bo'lsangiz, добавить qilib qo'shib olsangiz bo'ladi. Endi bunda yo'q ekan, lekin men sizlarga hozir juda ko'p veshelkalarni ko'rsataman. Nusxa olish mumkin bo'lgan veshelkalar, ya'ni sotuvga chiqarsa bo'ladi. Hozir mana men metallический veshelka naполный mashina ustiga bosaman. Masalan, bu veshelka menda bor. Imminni shunaqa konfiguratsiyali, imminni shunaqa razmerdagisi bor. Yandex'ni o'zi ruxsat berib qo'ygan bir-birini materialni kopiya qilishga. Chunki bu odam arzon bir magazinning egasi ko'rib turibdi, mana shu narsani kopiya qilsa bo'ladi. Nastroykasidan o'chirib qo'ymagani uchun biz katalogda imminni shu tovarni kopiya qilsak bo'ladi. Qo'shishni bosamiz. Qo'shishni bosganimizdan keyin bizda hamma narsasi chiqadi. Kartochkani sifati. Kartochkani sifati past bo'lishi mumkin, rasmlari kopiya bo'lib o'tmaydi. Shuning uchun sizda ham 100 bo'lib qolmayapti. Videosi bor, lekin hamma narsasi to'ldirilgan, tasniflari joyida, lekin rasm kopiya qilganda sifat past tushgani uchun sizga 24 ball plus qo'shib bermayapti. Siz nima qilasiz? Rasm qo'shsangiz bo'ladi. Qanaqa tushuntirsam bo'ladi? Rasm qo'shasiz. Bu yoqqa original, toza rasm qo'shasiz. Masalan, mana shu veshelkani rasmini qo'shdim-man. Bu veshelka qo'shgan rasmimni sifati tiniq bo'lgani uchun, infolari borligi uchun birinchisiga o'tkazamiz. 40% bo'ldi. Ko'rdinglar. 40% bo'ldi. Mana tovarimni bali 97 ball bo'ldi. 97 ball. Ko'rishingiz mumkin. 97 ballda kartochkani sifati bo'ldi. Endi kopiya qilganingizdan keyin siz nimalarni добавить qilib o'rganingizdan keyin bu tovar sizda sotuvga chiqib ketadi. Sizning do'koningiz nomidan sotuvga chiqib ketadi. Artikul
artikul qo'yib yuborasiz. SQni bosasiz, artikul qo'yiladi. IKPU degan soliqda nima narsa sotadigan bo'lsangiz, налоговый kodini yozishingiz kerak. Bizda mana kirdi, tasnif soliqqa boshqatdan kirib ko'rsataman. Mana tasnif soliqda poistga yozamiz, ochiladi. Tasnif soliq ochilgandan keyin, kirganingizdan keyin primoy mana найти turibdi. Найти'da yozamiz. Nima yozamiz? Вешалка. Mana вешалка все видов. Siz to'g'ri keladigan tovaringizni tasnif soliqqa ismini ruscha tanlasangiz, ruscha, o'zbekcha tanlaydigan bo'lsangiz, o'zbekcha qilib kirasiz. Agar bu yoqqa yozib ketasiz alisher. Kirdim, men veshelkada mana tasnif soliq kodi. Buni kopiya qilamiz va tovarimizga KPUsiga вставить qilamiz. Bo'ldi. To'ldi, mana to'ldi. Endi nima? Endi siz garantiya bilan siz qancha bu tovaringizga garantiya bormi? Masalan, veshelkada garantiya bo'lmasligi mumkin, lekin boshqa elektronik tovarlarida garantiya yozib beriladi. O'shalarni yozishingiz kerak. Qadoq bilan o'lcham og'irligi. Bularni yozishimiz kerak. Necha kengligiga 15 sm. Balandlik. Necha balandlik? Bo'lsa 8 sm, uzunligi 60 sm. Tepaga qarab ketgan. Vesi 3 kilo. Bu sizni qadoqlangan, nima deydi, upakovka qilingan tovaringizni o'lchami. Endi oddiyroq tushuntiryapman. Bu yerga ham yozib qo'yilgan, lekin videoni ko'rayotgan odamga tushunarli bo'lishi uchun e'tibor beryapman-da endi. Siz buni ham yozasiz. Yozdingiz, 3 kilo bo'ldi, 60 sm, 8 sm balandlik, 15 sm kenglik yozdingiz. Garantiya bo'lsa, garantiya yozasiz. Garantiya bormi bu narsaga? Sindirib qo'yishsa, garantiya yo'q, demak garantiya yozmaymiz. Agar siz garantiya yozmaydigan bo'lsangiz, mabodoga siz garantiya yozmaydigan bo'lsangiz, mana shunaqa tovarlarga o'tib ketadi. Elektronikaga garantiya yozmaydigan bo'lsangiz, sotuvga chiqarmaydi. Garantiyasi bo'lishi kerak sotayotgan tovaringiz. Biz u narsa berib yuborsangiz yoki 1-2 kun ishlaydigan bo'lsa, qaytarib bersa, bu Yandexga minus bo'lib qoladi. Bitta variant bosdim, bir nechta variant emas. Menda bitta shu variantdan bor. Bu yoqda o'zi zaponit qilib to'ldirib qo'ygan, bizni kopiya qilib oldi. Bu videoda siz kopiyani o'rgandingiz. Ya'ni Yandex Marketda sizni tovaringizni, sizni qo'lingizda o'pdim urib qo'ygan tovarni olib kelib tiqib qo'yganlar uchun siz ularni narxi bilan masalan, bo'ldi, mana kartochka yasab qo'ygan. Bu yasagan kartochkasi zo'r. Siz uni faqat sotuvni siz o'zingiznikini nima qilishingiz mumkin? Narx bilan. Undan 20 ming, 10 ming, 5 ming, 15 ming arzon qilib 3-4 ta sotuv qilgandan keyin yonma-yon turib oladi. Yonma-yon turib oladi Yandexda. Mayli boshqacha ham qilar, lekin sotuv bo'yicha yonma-yon turib oladi. Shuni qilasizlar. Narx nech pul ko'rdingiz siz? Hozir ko'rgan narsangiz 110 ming, 120 ming so'm. Bitimda 200 ming qo'yadigan bo'lsangiz, bunda 30% ni Yandex olib qoladi. 30% tanlarxdan Yandex olib qoladi. Bu degani 60 ming pul bo'ladimi? 30%, 65 ming pul bo'ladi. Qo'lingizga o'shanda 110 ming hisoblasa ham 25 ming so'm foyda qilar ekan. Agar 200 mingga sotadigan bo'lsangiz, o'rtada nalog bor, 1% YTT nalogi, bankdagi xizmatlarning nalogi, o'zingizning logistikangiz bor, o'shalarni hisoblab narx qo'ying. Masalan, men hozir bunga 200 ming so'm narx qo'ydim, 110 ming olganman, lekin 30% Yandex Marketda sotgani uchun xizmatiga olib qoladi. 200 mingdan olib qoladi. Yaxshilab e'tibor beringlar. 110 mingdan emas, 150 mingdan emas, yoki foizdan olib qolgandan emas. Siz sotmoqchi bo'lgan tovarni tan narxini 30% ni olib qoladi. Endi qarang. Har xil tovarlarda har xil foizda chiqadi. Men imonni hozir veshelkanikini aytdim. Agar men hozir telefon qo'yadigan bo'lsam 5%, 3%, 7% har xil foizlar chiqadi. 200 ming so'm narx qo'ydim, 25 ming foyda qilaman 110 ming sotsam. Endi bu foyda uchun emas, bu prosta narx uchun, kopiya qilib olish uchun men sizga tashab ketyapman.
Men sizni tashlab ketaman. Yozasiz 350 ming so'm. Bo'ldi. Saqlashni bosasiz. Hozir men bu kartochkani ochib yuboraman. Men bitta kartochka ochilsa, keyin uni udalib qilib bo'lmaydi. Saqlashni bosmadim, kopiya qilmadim. Bu video sizlarga nima sal bo'lsa ham tushuncha olib kelgan bo'lsa, kommentga yozsangiz, men kommentni ko'raman. Agar o'xshab ketsa, dallashib YouTube'ga video olamiz. O'xshab ketmaydigan bo'lsa, meni ham xotin bola chaqam, ota-onam bor. Hozir ham boqyapman, Xudoga shukr, lekin meni ketkazgan vaqtim pul bo'lib qoladi-da. Bekorga ketib qolmasin. Agar kimdir shu videoni ko'rsa, mana shu narsani ishlatadigan bo'lsa, shu bo'yicha tovar qo'yib, bir ikkita sotuv qilib, tirikchilik qiladigan bo'lsa, kommentga yozib yuborsin. Mana shu narsani foydasi bo'ldi desa, keyingi video olaman. Ungacha charchamanglar hammanglar. Sog' bo'linglar. Abistech kanalida yana ko'rishamiz. Bitta narsa, voy zo'r qilib tashlasangiz ham, Xudo bermasa bo'lmaydi. Xudo bersa, ishingiz o'xshasa, o'shanda sotuvlaringiz zo'r bo'lib ketadi. Kartochkangiz bali 50 bo'lsa ham, Xudo beradigan bo'lsa zo'r bo'lib ketadi. Birinchi Xudodan biz harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.